Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrbaland qadrdonlarim. Mana biz Termiz shahridamiz. Termizda San'at saroyida viloyatning asosiy Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda. Hozir bu videomda sizlarga qisqacha imkon darajasida yoritib berishga harakat qilaman. Agar bu videodagilar kamlik qilsa, kanalimga o'tib, to'liq holda videosini ham ko'rishlaringiz mumkin. Kanalimga kechgacha xudo xolisa to'liq videosini joylaymiz.